xomtok jarayoni kichkina ish, lekin katta natija beradi. Bu o'sha Buxoro Navoiy ay usuliga qilgan bog'bonlarga tegishli hosilga, faqat hosilga foydasi tegadi buni. Mana shu 5 sm bo'lgan paytga xomtok qilsa bo'ladi. Xomtok nima degani? Uni tepasiga hech qachon hosil bo'lmaydi. Assalomu alaykum hurmatli bog'bonlar. Biza xomtok jarayonini ko'rsatishni va'da qilgandik. Xomtok nima degani? Xomtok hosilsiz navdalarni olib tashlash. Hosilsiz navdalarni olib tashlash nima uchun kerak? Hosilsiz navdalarni olib tashlasangiz, o'sha hosilsiz navdaga berayotgan kuchini hosillikka beradi. Keyin hosil sifatli bo'ladi. Bir marta yaxshi o'g'itlaganda bo'ladi. Uzum hosildorligi 2 barobar kattalashadi. Mana shu uzum boshimiz sifatliroq bo'lib yetishadi. Birinchi xomtok mana shu 5 sm bo'lgan paytga xomtok qilsa bo'ladi. Bu paytga o'sha hosil ajratgan bo'ladi. Hosilsizini ko'rsa bo'ladi. Ko'pchilik noto'g'ri tushunadi. Xomtokni mana katta bo'lgandan keyin qilish kerak. Ana bu hosilsiz navda ham katta bo'lgandan keyin yana hosil ajratish mumkin deydi. U birinchi mana bunaqa jingalak nima deydi, bir mo'ylovchani ko'rganingizdan keyin buni tepasiga hech qachon hosil tugmaydi. Mana shu yergacha 4 ta 5 ta barglar arasiga hosil bormi? Bor, bo'lmasa yo'q. Birinchi mana bu narsa chiqdimi? Mana bu mo'ylovcha. Hozir mana ko'rsatam mana ekan. Mana shu narsa birinchi chiqdimi? Buni tepasiga hech qachon hosil bo'lmaydi. Mana 5 sm bo'lgan paytda mana hosilchalarni ko'rish mumkin. Mana hosilsiz. Mana mo'ylovchasi bor mana kichkinagina mo'ylovcha. Hozir mana shu xomtok qilinmagan holati. Hosilsiz navdalarni olamiz. Hosilliklarni hosilgacha bo'lgan bagni olib tashlaymiz. Hosilgacha bo'lgan bagni nima uchun olamiz? Pastdagi baglarning umuman foydasi yo'q. Mana shu hosillik shoxni bir ko'rsatsaydi, mana shu shox uzum erta katta bo'lgandan keyin guldan chiqib g'o'ra bo'lgandan keyin shunday osiladi-da, biror narsaga tegmaydi. Pishi tezlashadi buni. Quyosh tushishi yaxshilanadi, shamol aylanishi yaxshilanadi. Shuning hisobidan sifatli uzum yetishtirish mumkin. Keyin mana bu barg. Bitta uzum boshi uchun 16-18 ta 22 tagacha barg bitta uzum boshini pishirishga yordam beradi, sifatli uzum pishirishga. Kimdir yana bir kattaroq bo'lgandan keyin mana uchini kesib qo'yadi. Abrezka qilib, oblomka qilib kesib tashlaydi, u mumkin emas. Bitta uzum boshi uchun 16-22 ta barg kerak bo'ladi, sifatli uzum yetishtirish uchun. Mana shu holatda hozir xomtok qilib ko'rsatamiz. Xomtok qilinmagan vaqti bilan qilinganini ko'rasizlar. Ana boshladik. Qani bir shu yerda xomtok qilaylik. Uzum xomtok qilingandan keyin suv bersa bo'ladimi? Tokni o'zi aytadi, gapirib turadi-da. Suv qachon berish kerak? Mana bu nayzaga o'xshab turibdi. Bu o'sayotganini bildiradi mana. Qachon o'sishdan to'xtagan paytga keyin suv bersa bo'ladi. O'sishdan to'xtashini qayerdan bilsa bo'ladi? Mana bu uchi kengayib, keng barg yozib, uchi bilan orqasi pastda bir xil bo'lib qoladi. Shu paytga suv bersa bo'ladi. Xomtokdan keyingi holati bu jarayonni guldan bir hafta 10 kun oldin qilish kerak. Guldan oldin qilinishining sababi, guldan keyin qilsangiz bu yoshgina g'o'racha bo'ladi. Buni quyosh urib tashlaydi. Shuning uchun guldan oldin qilinadi. Quyosh chiqquncha mana bu barglar o'sadi. Guldan chiqquncha mana bu navdalar yana o'sib, o'zini qaytib quyoshdan pana qilib himoya qiladi. Mana bu ay usulidagi bog'imizda xomtok qanday bo'ladi? Bu qora kishmish navi har xil uzum navlariga qarab har xil xomtok qilinadi. Barg yulishlari, boshqalari har xil bo'ladi. Qora kishmish, Husayni, Rizamat shunga o'xshash navlar tez o'suvchan bo'lgani uchun uni hosilgacha bo'lgan barglari olib tashaladi. Misol uchun sekin o'suvchi bo'lgan navlarni tagidan bitta, ikkita, uchtagacha bargini olib tashlash kerak. Xo'sh, bunga ham mana xuddi shunday hosilgacha bo'lgan bargni olib tashlaymiz. Mana hosildan oldingisi, hosildan keyingisini olib ko'rsatamiz. Barg olinishini kimlardir taxmin tavakkal chetdan bargga olib tashlaydi. Bu barg olinishini qoidasi faqat hosilgacha bo'lgan bargda past tarafi olinadi. Hosilni pasti olinadi faqat. Hosilni to'g'risidagi barg turadi. Hozir ko'rsataman. Misol uchun mana shu navda bo'lsa, mana shuni, mana shu hosil taydagi barglar olinadi. Hosilni to'g'risidagi barg turadi. Hosilni to'g'risidagi barg turadi. Hosilni bargni tagidagi chiqib kelayotgan navdalarni ham qo'l bilan buni siyirib o'smayotgan qilish kerak. Bo'lmasa bu ham tagdan chiqib kelib
sifatini buzadi. Qo'shimcha ish paydo bo'lishi mumkin. Keyin ertaga mana bu o'sgandan keyin fotosintez, quyosh bundan havo isigan paytga isparina o'zidan bug' chiqaradi, nam chiqaradi. Bu nam ildizdan namlikni talab qiladi. Ildiz namlikni yuboradi. Bu quyoshga isparina bo'lib chiqaradi. Shu paytga mana shu hosilni oldidan hosil o'ziga kiravergan quyosh nurlarini tomirdan sirkulyatsiya bo'layotgan jarayondan faqat hosilga foydasi tegadi buni. Pastdagi baglarni biror narsaga foydasi tegmaydi. Faqat zarar. Bir xil aytishim mumkin. Mana shu 2 ta kurtak, 3 ta kurtak qilib kesadi. Shu paytga hosil berishi mumkinmi? Beradi deb aytish mumkin. Bargni olgandan keyin hosil ajratmasligi mumkin deydi. Lekin umuman bu barglarga aloqasi yo'q hosillar. Naborot, bargni olingandan keyin bu navdalarimiz hosilgacha bo'lgan barglar tez pishishni boshlaydi. Sirkulyatsiya jarayoniga bu kurtaklarga hosil yig'ilib boraveradi. Mana xomtokdan keyingi holati. Mana hammasi hosilgacha bo'lgan barglar olib tashaldi. Quyosh aylanishi, quyosh tushishi, shamol aylanishi yaxshilanadi. Sepgan doringiz ham bakka urilmay to'g'ri hosilga boradi. Xomtokka qayerga xatolar qilinadi? Bagni olinglar desa, hosilni to'g'risidagi bagni ham olib qo'yganlar. Keyin bitta kurtakdan 2 ta navda chiqqan bo'lsa, uni ham bittasini olib tashlash kerak bo'ladi. Kichkinasini, zaifrog'ini. Yana nima qilish kerak? Mana shu bitta navdadan 2 ta bosh chiqqan bo'lsa, mana shunday holatga tokimizga hosildorligi ko'p bo'lgan paytga bitta boshi olib tashaladi. Bor kuchini mana shu bitta navda mana shu hosilga ketkazadi. Uzum sifatli erta pishadi. Xomtokda juda ham ko'p foydali taraflari bor. Xomtok uzum barvaqt pishirishiga ham yordam beradi. Biza mavsum davomiga 3 marta, 4 marta xomtok qilamiz. Mana shu 5 sm bo'lgandan xomtok qilishni boshlaymiz. Bu 4 marta davom etadi. Hozir 3-xomtok qilishimiz. Bundan keyin yana bitta xomtok qilamiz. U qanday bo'ladi? Hosilni kamaytirib chiqamiz. Qaysidir qolib ketgan bitta kurtakdan 2 ta navda chiqamiz, hosillarni kamaytirib olamiz. Shunga uzum bor kuchini faqat hosillik navdaga beradi. Xomtok jarayoni kichkina ish, lekin katta natija beradi. Keyin 4-xomtokka biz nima qilamiz? Mana hozir mana shu navdamiz bir 60-70 sm o'sgandan keyin hozir o'zini o'zi ko'tarib turibdi bular. Keyin yana o'sgandan keyin bu o'zini o'zi ko'tara olmaydi, og'irlashib ketadi. Mana bunday qilib osilib yotishi mumkin. Shu paytga mana bu o'zini tabiatan nima deydi, bir ilgagichlari bor. Shu vaqtga, shu 70-80 sm bo'lgan paytga mana shuni tokni arasiga bitta aylantirib yuborish kerak. Mana shuni o'zini mana bunday qilib yuborsangiz 2 kun, 3 kun ichiga mana shu jingalakchalari, mana shu mo'ylovchalari o'zini yaxshilab ushlab oladi mana bunday. Ay usuliga kimlardir ip bilan bog'lab chiqadi. Biza Buxoro, Navoiy territoriyasiga ay usuli ommalashgan bo'lgani uchun bu o'sha Buxoro, Navoiy keyin ay usuliga qilgan bog'bonlarga tegishli hisoblanadi. Katta bo'lib ketgandan keyin ishchilarni ketiradida 4 ta, 5 ta, 2 ta, 3 tasini mana bunday qilib bir joyga erinchoqlik qilib boylab ketadi. Keyin mana bu o'rtaga qolgan uzum nima bo'ladi? Kasallanib, chirib, sifatsiz uzum bo'lib yetishadi. Gullar ham chiqolmay qolishi mumkin. Shu uchun hozirgi holatda 4 ta ishchi bilan 1 gektar yerda 1 kun, 2 kunga mana shunday qilib ipsiz boylab chiqish mumkin. Bu ham tez bo'ladi, sifatli bo'ladi. Ip bilan bo'ylagan paytingiz mana bunday qilib yaxshilab yopishadi. Bu yoqdan bu yoqdan ikki tarafdan kelgandan keyin o'rtaga uzum qisiladi. Unga na keyin quyosh tushadi, na shamol aylanadi, na unga dori sepadi. Dori kiradi arasiga, kirmaydi. Keyin uzum kasallanadi. Uzum juda sifatsiz bo'ladi. Bunday qilib qo'yishimizga o'zini holicha qo'yiladi. Bunga uzum qisilmaydi. 1 kun, 2 kunga jingalakchalar, mana bu jingalakchalar o'zini o'rab oladi-da. O'zini me'yoriga keyin bu yerlardan bag chiqaradi. Baglarimiz uzumlarni ustini yopadi. Osilib ketmaydi. 2-3 kun ichiga qaysidir shamolga qaytib chiqib ketishi mumkin. Bir kishi yoki 2 kishi yana qaytib arasidan o'tib chiqsa juda yaxshi bo'ladi. Videomiz yoqqan bo'lsa like bosing, izohlarga savollaringizni qoldiring, kanalga obuna bo'lishni unutmang.
keyingi yangi videolarimizni o'tkazib yubormaslik uchun kanalga obuna bo'lishni unutmang. Kanalga obuna bo'lib qo'yinglar.